To'g'risini aytganda ham joningizga tegdimi shu o'yinni reklamasi, qayoqqa kirsam shu o'yinni reklamasi, keyin reklamasiga qarasam bu yerda Magicheskiy bitvani personajlari bor ekan. Shunga qiziqib qani ko'raychi deb ko'rdim o'ynab. Hozir sizga ko'rsataman bu o'yin nima haqidaligini, bu o'yin mobilniy legendaga qanchalik o'xshashi, o'xshamasligini. Birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsa aziz do'stlar, bu o'yinga kirganimizda bu o'yinda bunday obloshkasi, yuzi, bu o'yinda yuzi unchalik ham hali to'liq ishlanmagan. Bunday aytganda siroy deb qo'yadi o'rischalab, ya'ni pishmagan. Lekin o'zi bu o'yinda chiqqaniga ancha bo'lib qopti. Nimaga obloshkasi hali bunaqa yaxshi оформление qilinmagan, hayronman. Keyin geroylari ham bir-biridan tushunarsiz. Ya'ni misol uchun o'sha mobilniy legendaga kirsangiz, любой biron bitta geroyni ko'rsangiz tushunasiz. Tank yoki boец yoki ubitsa va ularning ko'rinishi ham shunga asoslangan. Misol uchun qiltiriqqina kichkinagina qiz bo'lgani bilan biron bitta geroy u katta robot o'tiradi, shuning evaziga u tank bo'lishi mumkin. Bu o'yinda bo'lsa o'zi qiltiriqqina, arvoqqina personajlar tank yoki boец bo'lar ekan. Katta kuchli nimalar ubitsa bo'lib chiqyapti. Ya'ni hali bu o'yin u tomonlama sbalansирование qilinmaganda, balansirovkasiga hali tegilmagan. Personajlarning ko'rinishi mutlaqo boshqacha, qiladigan ishi mutlaqo boshqacha. Shuning uchun bu o'yinni men hali siroy deb o'ylagandim, lekin qarasam bu o'yin chiqqaniga aziz do'stlar ancha bo'lib qopti. Nima uchun shuncha vaqtgacha hali o'g'nashmadi, hayronman. Endi umid qilamiz o'g'nab qolishar. Chunki bu o'yinda potensiali bor, ya'ni bu o'yin o'ssa bo'ladi. Bu o'yin to'g'ri mobilniy legendaga yeta olmasligi mumkin, ammo lekin bu o'yinni ham o'ziga yarasha muxlislari bor ekan va yana ham ko'paytirsa bo'ladi. Bu o'yin ustida hali qattiqroq ishlash kerak. Men bu o'yinni ko'chirganligim asosiy sabab aziz do'stlar, bu albatta Magicheskiy bitvani personajlari men topa olmadim. По-моему, bu biron bitta событие bo'lgan va o'sha событиедagi o'yinlardagi lavhalarni ko'rsatgan, u событие tugagan shekilli. Men umuman topolmadim. Magicheskiy bitvani personajlarini sotib olay desam, ana endi o'yin holatiga keladigan bo'lsak, ya'ni игровой protsess deb qo'yadi. Bunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aziz do'stlar, игровой protsessi juda ham o'sha mobilniy legendaga o'xshaydi. Bu o'yinlar o'zi odatda hammasini shabloni bitta bo'ladi, hammasi bir xil strukturada bo'ladi. Minyonlarni o'ldirish va raqib nimalarini o'ldirish, geroylarni va shundan keyin bazasini buzib ketish. Bu ham xuddi shunday. To'g'ri, buni jicha boshqacha tomonlari bor. Bu o'yinda katta plusi mobilniy legendaga solishtirganda bu o'yinda karta anchagina katta. Shu yagona minusi mobilniy legendaga qaraganda. Ammo lekin qolgan hamma tomonlama hali bu o'yin siroy, ya'ni pishmagan o'yin. Bu o'yinni hali ko'p narsasini ustida ishlashlari kerak, ayniqsa geroylarning ustida. Chunki qaysidir geroylar o'zi aslida ubitsa bo'lsa ham xuddi tankdek ko'p uron yeyaveradi. Tanklari bo'lsa aziz do'stlar, ikkita udarda o'lib qolishi mumkin. Uron ham qo'ya olmaydi. Bu yerda tanklarni shu darajada yer qilib tashlashganki, bu yerda tank bo'lib o'ynash ilojisi yo'q. Men boshida tank bo'lib o'ynashlikka urindim va juda ham katta xato qilgan ekanman. Shu liniya optiga ham yoki biron bitta o'sha romga ham tankni o'rniga ubitsani olib solarish kerak ekan. Bu o'yin bu tomonlama hali vobshe siroy, hech ham ishlanmagan. Misol uchun mobilniy legendada siz tankni olsangiz, siz qolgan personajlarga nisbatan anchagina живучий bo'lasiz, ya'ni yashaydigan bo'lasiz. Uzoqda sizni o'ldirishadi. Bu o'yinda bo'lsa, siz tankmisiz, ubitsamisiz, strelokmisiz, magmisiz, farqi yo'q. Hammanglar bir xil o'lasizlar. O'sha ubitsalar kelgandan keyin ikkita udardan keyin o'lasiz. Hech qanday ilojisi yo'q bu yerda. O'sha tankni shmotlarini kiyib, ya'ni tankni narsalarini olib kuchayib ketishlikni baribir siz ikkita udarda o'lasiz. Shuning uchun bu o'yinni bu tomonlama juda ham yomon ko'rdim. To'g'risini aytaman, menga umuman yoqmadi bu strukturasi. To'g'ri, o'yin yaxshi, игровой protsess zo'r, qiziq, janglar, karta katta, xohlaganingizda движение qilasiz, lekin umuman balans degan narsa yo'q aziz do'stlar. To'liq ubitsani tanlab o'ynashlikni maslahat beraman bu o'yinda. Balki buni ustida ham ishlashib shu keyingi patchlarida buni o'g'nab qo'yishar, ammo lekin hozirgi vaqtda shu gapni aytishim mumkinki, bu o'yinda tank bo'lib o'ynashlikni ilojisi yo'q. Nafaqat tank, boshqa personajlarda ham ubitsa, uron, to'liq uronga o'ynashingiz mumkin. Urondan boshqa narsaning ilojisi yo'q. Bu tomonlama men juda ham qanday desam bo'ladi, razочаровать bo'ldim, chunki men o'zi mobilniy legendda tankni o'ynayman. Shuning uchun bu o'yinda ham tankni o'ynab ko'raychi deb bir ikkita o'yin o'ynagandim. To'g'ri, boshida bemalol o'ynadim, yutdim, netdim. Ammo lekin urovenim oshgan sari уже tushunib yetdimki, tankdan ko'ra anchagina ubitsada o'ynash oson va ubitsada o'ynash kerak. Majbursiz. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz ubitsani olasiz. Chunki bu yerda tankda joyida o'ynagan ubitsalar ham xuddi o'shancha uron deyishadi. Xuddi tank singari uzoq yashashadi. Ya'ni tank singari uzoq yashamaydi. Tanklar xuddi ubitsalar singari tez o'lib ketadi.
Shuning uchun men sразу ubitsani olishni maslahat beraman yo strelokni. Bu yerda strelok va ubitsalar просто imba, hech qanday ularga nisbatan siz boshqa geroylarni hech qila olmaysiz. Только ubitsa yoki o'sha strelok bo'lib o'ldirishingiz mumkin. Tank bo'lib ularni birinchidan qo'yib yetamiz, ikkinchidan ular sizni uron bo'yicha quyib solib o'ldirib tashlashadi. Shuning uchun meni sizga maslahatim, siz ubitsa tanlang yoki strelok tanlang. Bo'yinni boshida o'ynashni boshlayotgan bo'lsangiz, yana kim biladi, balki bo'yinni уже o'g'nab qo'yishgandir. Men o'ynaganimga 1-2 kun bo'ldi. Ammo lekin o'ylaymanki bu 1-2 kun ichi o'g'lanadigan narsa emas. Chunki bo'yin chiqqaniga уже ancha vaqt bo'libdi. Hali hanuz buni ustida ishlashmagan. Yana o'ylaymanki ancha vaqtga buni ustida ishlashmaydi. To'g'ri, bu o'yin baribir dinamikasi zo'r aziz do'stlar. U joyda, bu joyda движение, постоянно farm qilasiz, u yoqda urishasiz, bu yoqda urishasiz. To'g'ri, mobilniy legendaga qaraganda boshida bu o'yin sekinroq o'xshashi mumkin va sekinroq ham. Mobilniy legendada постоянный janglar, chunki kartani o'zi kalta, ya'ni kichkina. Shuni evaziga siz постоянный boshqa raqiblarni uchrashib, urishib turishingiz shart. Bu o'yinda bo'lsa aziz do'stlar, karta anchagina katta va farm hammaga yetadi. O'zingiz bilasiz, mobilniy legendada siz liniya opta yoki romni tanlasangiz, siz ko'pincha holatlarda lesga kira olmaysiz. Farmni постоянно qoldirishingiz kerak o'zingizni strelokingizga va ubitsangizga. Bu yerda les juda ham katta. Keyin bu yerda farm juda ham ko'p. Shuning uchun siz постоянно farm qilishingiz mumkin. Shuning evaziga o'yin tezroqqa o'xshaydi, chunki siz постоянно движениядasiz. Mobilniy legendada bo'lsa siz постоянно bekinib, netib o'ynashingiz kerak. Chunki men liniya opta va romda o'ynayman. U yerda siz ko'pincha farmda o'zingiz sheriklaringizga o'sha strelok va ubitsaga qoldirib berishingiz kerak. Bu yerda qoldirishingizni hojati yo'q, chunki bu yerda karta shu darajada kattaki, shu darajada kartada pul ko'pki, ular o'zlari ham bemalol farm qilib sizga ham oshirib qo'yishadi. Shuning evaziga bu o'yinda dinamika juda ham kuchli. Ammo lekin aziz do'stlar, bu o'yinda bitta minus aytib o'tgandek, balans bu tomonlama ham yo'q. Bu o'yinda aziz do'stlar, bir emas, ikkita lord turadi. O'yinda boshidanoq va o'sha ikkala lord ham tank bo'lib, siz hayotda uni tankovat qila olmaysiz. Siz ubitsa bo'lsangiz, uni urib tankovat qilishingiz mumkin, lekin tank bo'lib hayotda unga bu narsa qila olmaysiz o'sha lordlarga. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, mobilniy legendada ham xuddi shunday-ku aka deb. To'g'ri, lekin mobilniy legendada aziz do'stlar, siz hatto tank qila olasiz, uni o'ldira olmagansiz bilan. Bu yerda sizni 2 marta ursa, hatto ular ham o'ldirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu yerda tanklar shu darajada yerga uribdiki, xudo biladi, bularni administrator shunchalik tanklarni yomon ko'rganmi, boshqa o'yinlarda tanklar deb uzoq yashaganini yomon ko'rib, mana shu o'zim o'yinimda shuna qilib yerga urib yuboraman deganmi. Endi bu o'yinga umumiy bahoga keladigan bo'lsak, o'sha 10 ballik sistemamizda aziz do'stlar, men bu o'yinga 6 yo 5 ballni bergan bo'lasizmi? Ko'proq 5 ball, 6 ballga loyiq emas bu o'yin. Siz o'ylashingiz mumkin, o'yin juda ham zo'r-ku aka deb. To'g'ri, o'yin zo'r. Shuning uchun aziz do'stlar, men 6 yo 5 ballni berdim. Bu o'yinda potensiali bor. Bo'lmasam 2 yo 3 ball, bu o'yinda balansiga 1 ball bersam ham ko'pga o'xshadi, lekin o'yinda potensiali uchun 4 yo 5 ball berishlikka qaror qildim. Shuning uchun 5 ballni berdim aziz do'stlar. Siz ham o'ynab ko'ring. Agar sizga yoqsa, ayting, kommentariyaga yozing. O'yinda nima pluslari bor, nima minuslari bor, sizga nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi. O'ynab ko'ring. O'yindan keyin mobilniy legendaga o'tganimda aziz do'stlar, bir narsani sira tushunib yetdim. Mobilniy legenda juda ham balansirованный qilingan o'yin. To'g'ri, kartalari kichkina, lekin shunga qaramasdan balansirovkasi juda ham zo'r, chunki bu o'yin chiqqaniga ancha bo'ldi. Keyin bu o'yin baribir moblar o'rtasida nomer 1 hisoblanadi. Shuning uchun bu o'yin bilan uni solishtirishga hali erta, lekin vaqt beramiz. Endi mobilniy legendaga keladigan bo'lsak, aziz do'stlar, qanchalik mazza bu o'yin mana qilib o'ynash, a. Yomon yaxshi ko'raman-da bu o'ynashni olib boshidan Xolid Tovoli hammani ekib yurishdi. Voy dod degizib. Qale, o'zingiz ham ko'ring, gameplaysini solishtirib ko'ring, qaysi o'yin qay darajada yaxshi. To'g'ri, bundan oldingi o'yinda men master emas, novichok ham emas, вообще начинающийman. Shuning uchun narigi o'yindagi gameplayim uchun uzr so'rayman. Ammo lekin qo'limdan kelgancha o'ynadim. Bu o'yinda bo'lsa, aziz do'stlarim, bo'lsa ham urovini mif 25 ta yulduzcha yiqqanman bemalollar o'sha roomda. Shuning uchun bu o'yinda ancha-muncha tushunaman deb o'ylayman, qayerda nima qilish kerakligini. Shuning evaziga bu o'yinda anchagina optim borligi uchun o'yinni bemalol o'ynayapman. Bundan oldingi o'yinda ko'p xatolar qildim. O'zingiz gameplayda o'ynab, agar u o'yinda o'ynagan bo'lsangiz va bu o'yinda o'ynagan bo'lsangiz baho bering, qay darajada yaxshi o'ynadim narigi o'yinda yoki umuman o'yna olmadimmi? Lekin men harakat qildim do'stlar. Bu o'yinda o'ynayotganda miyaga o'sha yana bir g'alati fikrlar keladi. Misol uchun, Jumon. Sizlar aziz do'stlar, Jumonning fanatisizlar, a? Men ham o'z fanat edim. Lekin o'ylab qoldim-da. Jumon shu darajada geroy bo'lsa, uni aziz do'stlar katta qilgan mamlakat bu qaysi mamlakat? Boyeo. Uni qirol qilib
ya'ni uni qirol darajasiga olib chiqib tarbiyalagan davlat bu Boyeo va bu Gyunva. Jumong nima qildi? Gyunvani eng qiyin ahvolda tashlab ketib qoldi-yu, qaytib kel deganda ham qaytib kelmay qo'ydi-yu va boshqa davlat qurib o'zini eski davlatni buzib tashladi-yu. Bundan keyin ham biz uni giroy hisoblaymizmi? Qachondan beri biz xoinlarni giroy hisoblaydigan bo'lib qoldik? O'z mamlakatini sotganlarni. Shunaqa g'alati fikrlar kelyapti-da aziz do'stlar miyaga. G'alatiroq bo'lib. Nima endi, nima deyishimiz mumkin? Agar shu borasida video qilib chiqsammikin aziz do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Jumong geroymi yoki xoinmi degan video. Unda boricha o'zim Jumong yana bir bor ko'rib chiqib, to'liq fikrga kelib chiqib, bir fikrimni aytasdim. Agar shunaqa video kerak bo'lsa, like bosinglar bu videomizga va men albatta u videoni ham olaman. Ana endi bugungi videomizga qaytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugungi videomiz ash kichkinagina mini obzor bo'lib qoldi o'sha Honor of Kings o'yiniga. Siz ham o'ynab ko'ring, o'zingizni fikringizni ayting. Men nazlimda hali u o'yinga ancha bor mobilniy legendaga yetishiga, balki u o'yinda o'zining fanatlari bordir. Ular u o'yinni bu o'yindan, ya'ni mobilniy legendaga nisbatan plyuslarni aytishar. Men to'g'risini aytaman, ko'p ham plyusini topa olmadim. To'g'ri, men ko'p ham o'ynaganim yo'q. Ammo lekin baribir u o'yinda potensiali bor. Siz ham o'ynab ko'ring, o'zingizni fikringizni ayting. Sizlar bilan bugungi videomizni tugatsak ham bo'laveradi. Jumong to'g'risidagi fikringizni ham aytinglar. Xohlaysizlarmi shunga o'xshagan videolar chiqaraman? Ya'ni o'zimni bir holatga boshqacha nazarimni ko'rsataman va siz ham o'zingizni fikringizni aytishingiz mumkin. Shunga o'xshagan videolarni chiqarsammi deyapman. Sizlarga yoqadimi aziz do'stlar? Yoqadigan bo'lsa like knopkasini bosing, kommentariyaga yozinglar va men shunga qarab videolarni olishlikni boshlayman.